Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Biz tomonlarda ko'rsatuvi yana efirda. Tog' adirliklar bag'rida keng qir adirliklar bilan yastangan qishloqlar sari yo'l olmoqdamiz va mehnat, baraka, insoniylik va mehmondo'stlik bilan to'lib toshgan qishloqlar manzarasi bilan tanishamiz va buni sizga ham ulashamiz. Biz bilan birga qoling, ketdik. Samarqand viloyatining go'zal tabiati, mehnatkash xalqi bilan nom chiqargan Bulung'ur tumani bugungi kunda rivojlanayotgan va yashnab borayotgan hududlardan biridir. Bulung'ur nafaqat o'zining betakror ob-havosi, balki aholisining samimiyligi va qadriyatlarga sadoqati bilan ham ajralib turadi. Bu tumanning har bir qishlog'i o'zgacha bir hayot tarziga, an'anaviy madaniyatga va qadimiy ruhga ega. Qishloqlardagi hayot ertalabdan boshlanadi. Hozir Bulung'ur tumaniga keldik. Samarqandning o'ziga xos hududlaridan biri, tog'lar orasida joylashgan, dehqonchilikka, chorvachilikka ixtisoslashgan tumanlardan biri Bulung'urdamiz. Bevosita bugungi jarayonlarda Nasib opa, tuman hokimi o'rinbosari, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i Nasib opa, do'stlik ordeni sohibasi. Nasib opa bizga bevosita hamrohlik qiladilar. O'ziga xos jarayonlar bo'ladi deb umid qilib turibmiz. Hozir mana reja qilib qayerlarga boramiz deb. Hozir bu jarayonlarni bevosita kuzatasiz siz ham. Ko'rsatuvimiz davomida siz bilan o'rtoqlashamiz. Bulung'ur tumanimiz bog'dorchilik, chorvachilik va kartoshkachilik, meva sabzavotchilikka ixtisoslashgan. Har bitta mahallamiz alohida o'zlariga yarasha driverlarga ega. Qaysi mahallamizda piyoz yetishtirish, qaysi mahallamiz ko'chatchilik, qaysi mahallamiz qurtchilik drayveri. Shuning uchun birinchi sizlarni Navbahor mahallasiga 80 ta xonadon u yerda qurtchilik bilan shug'ullanadi va asosiy daromadlari mana shu qurtchilikdan daromad qiladigan joyga olib boramiz. Boshlandi ko'rsatuvimiz. Hozir mashinaga minamiz, mashinamiz orqamizdan boradi, bo'lmasa ketdik. Tasvirchilarimiz qolib ketmasin. Bulung'ur bu nafaqat tabiat, balki mehnat va madaniyat maskani. Uning qishloqlari yurtimiz kelajagini yaratayotgan oddiy, biroq zahmatkash insonlarning manzilidir. Tumanning Navbahor mahallasidamiz, hozir Abbos. Shunday bu tuman markazidagi mahallalarimizdan biri. Navbahor mahallasi aholisi juda ham tadbirkorlik bilan faol shug'ullanib keladi. Mana hozir mahalla binosida ham ko'rishingiz mumkin. Mahalla binosining o'zida xotin-qizlar uchun namunali bir tadbirkorlik faoliyati yo'lga qo'yilgan. Kirgandan kayfiyat ko'tarilar ekan, qarang, mana bu gullar, gulzorlar. Har bitta mahallamiz markazida mana shunday chiroyli gullar ekilgan. Mahallaga kelgan kishining bir kayfiyati o'zgaradi. Albatta. Mana kiramiz, mahalla juda ham chiroyli, yangi bunyod etilganligi ko'rinib turibdi. Bizda tumanimizda mahalla binolari hammasi zamonaviy, yangi, shinam, yorug'. Hamma. Ma'naviyat va ma'rifat xonasida mana gul mahallada mana gulchilar bor ekan mana. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Biz tomonlarda ko'rsatuvdan kelyapmiz. Mana mahallaga bir kiraylik degandik, haqiqatdan kirib adashmabmiz-da. Gulsara Qudratova 67 yoshda bo'lishiga qaramay yangilik yaratishga ishtiyoqmand. 7 yildan beri matolardan va munchoqlardan turli xil gullar yasaydi. Har bir san'at turi o'zgacha bir dunyo. Munchoqlardan gul yasash hunari orqali inson nafaqat go'zal asar yaratadi, balki qalbidagi orzularni ham bezakli munchoqlarga solib namoyon etadi. Butun jarayon zebo san'at asarini yaratishni talab qiladigan zavqli ishdir. Munchoq gullar nafaqat ko'zni, balki qalblarni ham shod etadi. Ularda tabiiy gulning ranglari bor, lekin sun'iy bo'lsa-da doimiy go'zallik saqlanib turadi. Shuning uchun bu hunar ko'p ayollar uchun ham ijod, ham dam olish, ham kichik tadbirkorlik yo'nalishiga aylanmoqda. Chiroyli, qo'lingiz gul ekanligi mana ishlaringizdan ko'rinib turibdi. Munchoqlardan va matolardan yasalgan gullar Gulsara opaning ko'nglidagi mehr va mehnat timsolidir. Ularning har bir bo'lagi orqali go'zallik yaratilyapti.
bu birinchi qilishimiz. Birinchi ishimiz buning ham. Keyin mana buni simaladan qolganini birinchi qilganda men masalan bular hech kim ustoz yo'q menga o'rgatadigan. O'zim kelib qilaveraman-da. Mana uni gatak bo'sh qo'yib qo'ygan ekanman. Kam solganman-da. Xomashiyasini kamroq solganman. Mana bunda egiladigan, bukiladigan bo'lib qoldi. Keyin buni o'zi birinchisi sal bundayroq chiqadi, ikkinchisi ushoqroq. Bunday qilayotganda ham mana eski rasm bor edi, shu rasmni qo'ydim-da, bunaqa portretlarga yasashga. Tasvirchilarimizga. Bunaqa qilib yasashdan bo'ladi-da. Buni endi bo'lar birinchisi bu. Lekin qilsam bo'ladi-da, bundan-da chiroyli qilib Kamtarlik qilyaptilar Gulsar opa, lekin juda chiroyli. Yo'l yo'lakay qishloqlarga ser solib, har bir jarayonni diqqat bilan kuzatib borar ekanmiz, odamlarning o'z yumushi borligini, nima bilandir bandligini ko'rdik. Bundan esa quvonasan kishi. Axir mehnatdan kelsa boylik, turmush bo'lar chiroylik deb bejizga aytishmaydi-da. Katta yo'l yoqasida ayron sotayotgan sotuvchini ko'rib, issiq kunda ayron ichib chanqog'imizni qondiraylik deb to'xtadik. Ayronlaringizdan ichaylik deb kelyapmiz endi. Qurtobli ayronlar ekan. Tasvirchilarimiz mana kadr ortida xizmat qilishyapti. Ularga ham beramiz. Kamayaversa olib kelib ustiga quyib to'ldiraveramiz. Har kuni bir 100 litr, 80 litr ketadi. Yaxshi. Yaxshi, nima deydi? Hozirgi mana shu mavsumda yaxshi biznes. Yaxshi biznes. AQShda nima ish qilasiz hozir? O'qituvchiman o'zim. O, nima fan? Ana, Jismoniy tarbiyadan dars beraman. qarang, mana hozir ham Ta'tildasiz. Ha, ta'tildaman. mazali ayronlarni ichyapmiz. Mazali ekanmi? Ta'mi zo'r ekan. Chanqaganda chanqoq bosdi. Ko'pning duosini olyapti. Shunday. Shu yoz bilan. Rahmat. Bu yerda hayot sukunati bilan go'zal, mehnat ohangi bilan tirik. Har bir tuproq zarrasida tiriklik. Ertalab quyoshdan avval qishloq uyg'onadi. Qushlar chug'uri bilan tong boshlanadi. Onalar tanovulga erta sahardan tandirga non yopadi. Otalar dalalarga oshiqadi. Har kim o'z mehnati bilan o'z oilasiga naf keltiradi. Mehnat bu yerda nafaqat tirikchilik, balki hayot tarzi, azaliy qadriyatdir. Navbahor mahallasining drayveri qurutchilik. Deyarli har bir xonadonda qurut mahsulotlari tayyorlanadi. Biz mahalladagi Bekzod Mamirovning kichik korxonasida bo'ldik. Qurut tayyorlash jarayonlarini kuzatdik. Bugun o'sha mehnat qilgan odam daromadi oshib, farovonligi ortib borishini his qiladi. Hech kim bugun mahallada bekor o'tirgani yo'q. Uyda bo'lsa ham mana shu qurt mahsulotlarini tayyorlashyapti. Mana qarang, bu yerda har xil qurtlar. Juda ham ehtiyoj katta. Ham sanitariya gigiyena holatlariga e'tibor qaratgan holda tabiiy qilinayotgan narsada. Kiramiz, Tabiiyligi eng asosiysi shu tabiiyligi. Va hozir mana ko'rasiz, sanitariya qoidalariga ham juda ham rioya etilgan. Mahalla yettiligi mana xonadonma-xonadon yurib, odamlarning muammolarini o'rganyaptilar, tadbirkorlik mana shu korxonalariga kiryaptilar. Qurut xalqimizning qadimiy ozuqa turlaridan biri. U nafaqat mazali va foydali, balki uzoq muddat saqlanuvchi mahsulotdir. Bekzod Mamirov bu imkoniyatni to'g'ri anglab, uy sharoitida kichik sex tashkil qilgan. Bu jarayon an'anaviy usullar asosida amalga oshiriladi. Qurutlar quyoshda tabiiy ravishda quritiladi. Kimyoviy moddalarsiz, sof tabiat bag'rida. Ayni paytda xonadon sohibasi Nilufarxon yillik minglab kilogramm qurt tayyorlab, mahalliy bozorlarda, yarmarkalarda va hatto onlayn platforma orqali ham mahsulotni sotyapmiz deydi. Bu orqali ular nafaqat oilasi daromadini oshirmoqda, balki qishloqdagi yosh qizlarga ham hunar o'rgatishyapti. Hozirda bu yerda 10 ta ishchi o'rni ham yaratilgan. Bizning boyligimiz, yerimiz va mehnatimiz qurut kichik narsaday tuyuladi, lekin to'g'ri yondashilsa, u orqali ham ish o'rni yaratish, oilaga foyda keltirish mumkin deydi tadbirkor. Bu kabi oddiy lekin hayotbaxsh hunarlar orqali yurtimizda ishbilarmonlikning zamini kengaymoqda. Ayollarimiz esa o'z salohiyatini to'liq namoyon etmoqdalar.
shunaqada ishni qilishadi, lekin gapga kelganda gapira olmayman deyishadi-da, kamtarlik qilishadi. Hozir baribir suhbatga tortamiz. Qishloqda bolalar quyoshda qizaradi, yuraklarida orzu bilan ko'chalarga yugurishadi. Ularning kulgusi borliqni tutadi. Bu esa butun qishloqqa hayot bag'ishlaydi. Qishloq tabiatning yuragi. Unda shovqin yo'q, lekin tinimsiz harakat bor. Unda shinam uylar, bag'ri keng insonlar va ertaklarga arziydigan manzaralar bor. Erganakli mahallasi ahli katta shahar shovqinlaridan uzoqda, tinch va sokin hayot ichida yashaydi. Har bir xonadonning hovlisida gullar, mevali daraxtlar va obod tomorqalar bor. Bu yerda yerga mehr, tuproqqa ehtirom bilan munosabatda bo'linadi. Erganakli qishlog'ida toza havo, obod ko'chalar va yaxshi qo'shnichilik muhiti hukmron. Bayram va to'ylar ahillikda o'tadi. Bu yerdagi insonlar ota-bobolar qoldirgan qadriyatlarni ehtirom bilan saqlab kelmoqdalar. Erganakli mahallasi turizm qishlog'iga aylantirildi. Har bir joyda o'tovlar, milliy qadriyatlarimiz namunasini ko'rish mumkin. Ayni tush mahali kelyapmiz. Dam olishmayaptimi qishloq odamlari? Chunki erta turishadi-da ular. Vohid aka Qobilovning ayollari. Oydin yangami? Oydin yangamiz qayerda ekanlar? Ana atlas ko'ylaklarni kiyib Oydin yanga chiqyaptilarmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog' salomatmisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Festivalida bu kishi kecha birinchi o'rinda oluvdingiz, kecha uchrashuvdik bu kishi bilan. Ko'ylaklarni ham o'zingiz tikkan bo'lsangiz kerak, ha? Juda chiroyli qilib tikibdilar. Quroq tikadilar sizni, dedilar, maqtab kelyaptilar. Ishlaringizni bir ko'raylik deb keldik. Qashlarni ham o'zingiz tikdingizmi? Suratlar bilan, ha? Chizdirib tikkanmiz. Bu kelin kuyov suratimi? Kelin kuyovlarga tikasiz. Kelin kuyovlar uchun maxsus. Kecha xuddi shuni muhokama qildik-da Umidaxon. Hozir mana shu kashtalarimizni liboslarga moslashtirish. Milliy kashtalarni libosga moslashtirib, Zamonaviyga milliylikni uyg'unlashtirib. qilish. Endi buni ramzi nimada endi Oydin opa? Ularni kelin-kuyovlar uylariga qoqqan. Hozir podushka qilyapmiz. Yostiq. Yostiq bunaqa yostiq qilib, bu xil kashtal xohlaydi, bu xil bunaqa quroqli xohlaydi. Endi quroqni ma'nosi nima Oydin? Qurashib, bir-biriga ulashib, ko'payib ketsin degan ma'no bildiradi. Shu qishloqda ham tikuvchilar ijtimoiy tarmoqlar orqali buyurtmalar olishadi. Qayerda sotaman deyishmaydi, qarang. Shunday. Yaxshi. Telefonda hamma narsa bor-ku. Guruhingizda endi nechta odam ishtirokchi bor? 500 ta. 500 tadan ziyod. 500 tadan hech bo'lmaganda 200 tasi ham sotib olsa, bu ham mana biznes. To'xtamay tikib yotibmiz, yetkazolmay. Ana. Shoshib. Ana shunday shoshib yuring, mana shu O'zingiz tikyapsizmi yo bormi? Shogirdlarim bor, uyda tikadi, mashinkamiz bitta. Shuning uchun men uyga vazifa beraman, ular tikib olib keladi, ko'rsataman. 2 soat keladi, o'rganib ketadi. Yaxshi. Erganakli bu oddiy qishloq emas. Bu yurakda yashaydigan xotira, bolalikning beshigi, mehnatning mazmuni va vatanga sadoqat maskani. Har bir qishloq xalqning ruhi, milliy o'zligining muqaddas manzili. Chunki qishloq nafaqat manzil, balki ma'naviyat, xotira va yurakning tubida yosharib turadigan mehrdir. Qishloqda turizm rivojlanar ekan, mehmonga e'tibor, ularga milliy taomlar va turmush tarzimizni namoyon etishga bo'lgan qiziqish ham ortib bormoqda. Shu bois oxirgi yillarda uy mehmonxonasi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar soni sezilarli darajada ko'paymoqda. Bu faqat biznes emas, bu milliy qadriyatlarni dunyoga tanitishga qaratilgan ezgu ishlardir. Murtazo aka o'z uylarini mahalliy va xorijiy sayyohlar uchun mehmonxonaga aylantirgan. Ular mehmonlarga milliy taomlar, hunarmandchilik buyumlari, xalq o'yinlari va qishloq hayoti bilan tanishish imkonini yaratishmoqda. Juda chiroyli bo'pti, uy mehmonxonangiz. Kirib kelishdan birdan ko'zga tashlanadigan bo'pti. Mehmonlar kelyaptimi? Ha, kelib turibdi. Mehmonlar kelib turibdi. Mavsum endi boshlanyapti. Endi boshlanyapti, Xudo xolasa. Birgalikda oilaviy shuni boshladilaringiz. Boshlab. Ovqatlarni yangam pishiryapsizlar kerak. Birgalashib kutyapmiz mehmonlarni. Mehmon kelgan uyga baraka keladi deydi-ku. Qancha mehmon kelib kelsa, shuncha yaxshi. Milliy taomlardan nimalarni endi ko'proq buyurtma qilishyapti? Taomlardan endi shaharda yo'q, taomlarni qilib beramiz ko'proq.
va sutdan bo'ladigan taomlar, g'ilmindi degan taomimiz bor, ko'pchilik bilmaydi uni. Xamir bilan bo'ladi sutgan. Juda ham shirin, ajoyib taom. Asosan xamirli taomlarga buyurtmalar ko'p, ha? Xamirli, endi shahar joyda yo'q, qilishga iloji yo'q taomlar ko'proq buyurtma bo'ladi. Keyin ayronimizni juda yaxshi ko'rib ichadi. Ayronni o'zi alohida, chalot degan taomimiz bor, u ham sigirdan Chanqoq bosdi ichimlik bo'ladi. Ayniqsa issiq paytida talab katta juda. Oilaviy kelishadi-da bu yerga. Oilaviy. Shahardan, yana qayerlardan kelishyapti? Eng uzoq hudud. Endi hali reklama berganimiz yo'q. Bilganlar, tanish-bilishlar kelishyapti. Bilganlar, tanish-bilishlar, eshitganlar kelyapti. Qo'shni viloyatlardan kelishyaptimi? Qashqadaryo, Jizzax. Endi og'aynilar bor, kelib turadi ular. Havosi ayniqsa kechga zo'r bo'lsa kerak, ha? Ha, juda ham Chunki havosi tog' ham bag'rida baribir. havosi ham boshqacha. Ovqatlar tez hazm bo'ladi. Bir kecha qolaman deb 2 kecha, 3 kecha qolishyaptimi? Qolib ketadi. Endi mana reklama bermadim deyapsiz. Reklama bersangiz, kechga bir shoular, bir narsa o'ziga xos dasturlar qilsangiz yana ham yaxshi bo'ladi. Endi rejalar bormi shunaqa? Rejalar bor, ha, albatta. Gulxanlar atrofida suhbatlar, mana Bulung'urda mana shoirlar bor, ijodkorlar bor. Ularni bir taklif qilib, gulxan atroflarida suhbatlar qilsangiz, umuman zo'r bo'ladi. Rejalarimiz bisyor. Endi hozir sizlar boshlanishiga kelib turibsizlar. Xudo xohlasa. Rejalarimizni sekin-asta amalga oshiramiz, Xudo xohlasa. Zo'r bo'ladi, chiroyli. Muhimi mana boshlabsiz, chiroyli qilib uy mehmonxonasini. Albatta keladi, eshitgan odam kimgadir aytadi, bir mehmon bo'lgan odam yana tanish-bilishlarni olib keladi. Qani endi mehmon bo'lamiz, biz ham ayron ichamiz, chaloq ichamiz. Uy mehmonxonasida mehmonlar nafaqat turar joy topadilar, balki haqiqiy o'zbekcha mehmondo'stlikni his qiladilar. Ular nonushtada tanovul qilingan issiq non, qo'lda pishirilgan palov va choyxonaning hovuridagi suhbatlar orqali o'zlarini o'z xonadonlarida his etishadi. Bu faoliyat orqali ular nafaqat daromad topmoqda, balki hududdagi turizmni rivojlantirishga, milliy an'analarni saqlash va yoshlarga o'rnak bo'lishga xizmat qilmoqda. Biz uchun har bir mehmon yurtimizning elchisi. Ular bu yerdan yaxshi taassurot bilan ketsa, kelgusida yana qaytadi, do'stlariga aytadi, deydi uy mehmonxonasi egalari. Xonadon bekasining mahalliy taomi qurtobali chalobidan ichib, mazasi og'zimizda qoldi. Qanaqa taom endi? Buni chalob deydi. Piyoz olib kelib, piyozlar to'g'rab, qaynatilgan suvga solinadi. Keyin sal piyozlarga yumshagandan keyin piyoz o'lgandan keyin Piyoz solinar ekan. Ha, bunga piyoz solinadi. Bu farq qilar ekanda, bu irganaklikni o'ziga xos chalobi bo'lsa kerak, ha? Shunday bo'lsa kerak-da. Qani, endi hozir ko'ramiz. Endi ayron solamiz, chakkisini chakka ezib. Bismillah. Mana buni katta ozroq gazga qaynatib olish kerak-da buni. Uy mehmonxonalari bu kichik biznesning katta imkoniyatga aylangan shakli. Ular orqali yurtimizga madaniyat va iqtisodiy o'sish kirib kelmoqda. Keyingi manzilimiz tumanning Nebusa mahallasidagi Ravshan Ahmedov xonadoniga bo'ldi. Ushbu mehnatkash oila bir necha yillardan buyon xonadonida malina yetishtirish bilan shug'ullanib, nafaqat ro'zg'orini ta'minlab kelmoqda, balki boshqalarga ham o'rnak bo'lib turibdi. Oila kattasi Ravshan aka dastlab tomorqada malina ekish g'oyasini internetda ko'rib qiziqib qoladi. U yer va iqlim sharoitiga mos malina navlarini o'rganadi va boshlang'ich sinov sifatida 100 tup malina niholini ekib ko'radi. Mehnat o'z samarasini berdi. Bahor kelib, yashil barglar, so'ngra qizg'ish mevalar paydo bo'ldi. Malina serhosil, bir necha marta hosil beradigan mevalardan biri. Uning parvarishi qiyin emas, ammo e'tibor va vaqtida sug'orish, tozalash talab qilinadi. Bu vazifalarni oila a'zolari mehr bilan bajaradi. Biz ham ayni g'arb hosil pishiqchiligida ularga yordamlashdik. Ularning qizlari Gulmira va Beg'ubordan chaqqonlikda qolishmaslikka harakat qildik. Kim o'zarga teramiz deb
Kichik chelaklarni deyarli malinaga to'ldirdik. Har bir qip-qizil pishgan mevani ko'rganimda mehnatimiz zoyi ketmaganiga shukr qilaman, deydi oila boshlig'i. Hozirda ular qo'shnilarni ham malina ekishga rag'batlantirmoqda. Nihollar bilan ta'minlash, parvarish usullarini o'rgatishni o'z zimmalariga olgan. Berdik mana. Kuz bo'yamachilik qilmadik. Mana salkam bir chelakcha to'ldi. Ravshan akaning xonadonlarida mana biz hasharga keldik deb bugun bir chelakni mana teribmiz. Lekin malina terish ham qiyin-da. Tikanlari bor deymiz. Agar biz haqiqatdan shu hasharchilarning kiyimini kiyib kelsak yordam berib terib tashardik hozir hamma pishgan malinalarni. Qarang, hozir ayni hosil mavsumi, daromad ham shunga yarasha bo'lyaptimi? Xudoga shukr bo'ladi. Necha yildan beri shug'ullanasiz malinachilik bilan? 6-7 yillar bo'ldi. Qo'shnilar kim kelib ishlaydi, pulni oladi. Hatto qo'shnilarni ham ishlatyapsiz. Shunday. Yaxshi-da, demak o'zingizni ro'zg'oringizdan orttirib, ham qo'shnilarni ham oilasini farovon qilyapsiz. Endi buncha narsaga o'zimiz kuchimiz yetmaydi, ular yordamga chaqiramiz, kelishadi. Yordam qilishadi. To oktyabr oyigacha malina pishadi. Albatta. Har kun terimiz. Kunlik daromad bor. Kunlik daromad bor. Pulsiz qolmaysiz, ro'zg'or yaxshi o'tadi. Nasibaga yarasha rizq bor. Xudoga shukr. Asosiysi mehnat qilgan odam farovonligi ortayotganligini his qilyapti. Biz qaysi qishloqlarga, eng chekka hududlarga ham bormaylik, odamlarimiz bugun mehnat bilan tomorqasida o'z uyida nimadir bilan band ekanligini ko'ryapmiz-da. Buni bugun mana Nebusa mahallasidagi Ravshan akaning xonadonlari misolida ham ko'rdik. Shunaqa. Charchamang mana shu ezgu tashabbuslardan, qo'shnilarni ham bugun birini ikki qilishdan, ular ham bugun rozi xalq, to'g'rimi? Shunda albatta ular ham xursand, bizlar ham xursand. Charchamang. Qilayotgan ishlarimiz. Dehqonchiligingizga baraka bersin. Hosilingizga baraka bersin. Umringizga baraka bersin. Salomat bo'ling. Charchamang. Rahmat, xo'p. Mana chelagimiz to'ldi. Bu sizlarga. O'zimiz terib o'zimiz olib ketamizmi endi? Ha, yeysizlar-da buni. Mayli, xo'p. Ravshan aka beryaptilar, dehqonchilik, o'zimizni xonadon, o'zimiz tomorqadan deyaptilar, mayli, olamiz. Dehqonchilik do'stiga. Rahmat, barakasini bersin sizga. Malina yetishtirish bu bir qarashda oddiy, ammo mehnat orqali barakaga erishishning namunasi. Ahmedovlar oilasi misolida ko'rish mumkinki, agar yerga mehr, ishga e'tibor berilsa, u ro'zg'orni nafaqat ta'minlaydi, balki mahallaga taraqqiyot ham olib keladi. Har kun malina teryapsizlarmi? Yaxshi ishmi endi? Zerikmayapsizlarmi? Charchadik, shu malinadan demayapsizlarmi? Yo'q, yashaylar, barakallah. Gulmiraxon bilan Beg'ubor ham eng katta yordamchilar bugun dadalariga, onalariga. Gilos ham teramiz hozir. Olib oling. Sariqipchoq mahallasi Obunobod ko'chasi 37-uyda yashovchi Alisher Fayzullayev bog'dorchilik bilan shug'ullanadi. Uni hududda nok ustasi deb atashadi. Bir necha yillardan buyon nok ko'chatlarini ekib parvarishlagan omilkor bugun bog'ning hosilidan yaxshigina daromad olmoqda. Uning ish joyi yer, mehnat quroli ketmon, mehnati esa noklar gullab yashnagan bog'idir. Bog'bon Alisher aka nokchilik orqali nafaqat o'z ro'zg'orini, balki mahallaning iqtisodini ham yuksaltirib kelmoqda. Uning fikricha, nok sersuv, shirin, tez yetiladigan va bozorbob mevalardan biri. Shuning uchun u bog'ining katta qismini aynan nok daraxtlariga ajratgan. Har bir daraxt parvarish talab qiladi. O'z vaqtida sug'orish, yerni yumshatish, hasharotlarga qarshi ishlov berish va butalarni toza ushlash bog'bonning kundalik mashg'ulotlari. Bahorda gullagan nok daraxtlari yoz oxirida sarg'ish va qizg'ish rangdagi mevalar bilan to'lib, bog'ni fusunkor go'zallikka aylantiradi. Bu qaysi navi dedingiz? Dushingiz? Xitoy navimi? Bu bir-biridan nimasi bilan farq qiladi? Mazasi bilan-chi? Mazasi bilan ham farq qiladi. Sochni bo'ladi bu. Bu ham sentyabrga pishadi-da, keyin turaveradi. Eksportga yaxshi ekan-da, ha? Eksportga bu yaxshiroq. Dushes navlarimiz iyulda pishadi. Endi nokam agar bozor narxida bir narxga bir hisoblasak, yaxshigina narxi ham, to'g'rimi? Noklar kilosini bultur 25 ming 30 minggacha sotganmiz bultur. Bularnikini 20 mingga sotganmiz mana buni. Shu joyini o'zidanmi yoki bozordan? Joyida. Agar bozorga olib borsangiz 30 ming. Bozorga borib 45 ming 50 minggacha sotyapti savdogarlar. Yaxshi-da, mana shuni o'zidan, mana shu yerni o'zidan hech qayerga bozorga bormasdan. Hozir endi saqlab yana narxini ko'tarish maqsadida xolodilnik qurdik, mana hokimiyat yordam berdi.
imtiyozli kredit berdi, xolodilnik qurdi shunga. Endi xolodilnikda ichiga saqlab, bu yil O'ylamaysiz endi. bemalol sotamiz, xudo xolasa. Narxini yana ko'taramiz. Yaxshi-da. Qancha endi hosil olyapsiz mana shu yerda, mana shu bog'dan? Bir tupdan 50 kilo 60 kilogacha beradi. Gektariga 400 ta 500 tup ketadi. Shunga qarab asizda. Charchamang. Baraka bersin, barakasini bersin hosilga. Mana bu ko'chatlarimiz bilan tayyor ko'chatlarimiz bu yil noyabrga tayyor bo'ladi. Ko'chatlarni ham sotasiz, Ha, ko'chatlarni ham sotamiz. Uni ham lekin o'ziga yarasha parvarishi bor. Agrotexnikasi bor. Dori darmon deganda. Dori-darmonni qilamiz. Tagiga oziqasini beramiz. Sug'orasiz. Shunday ya. Chiroyli qilib ishlov berilgan, qarang, hatto daraxtlarning tagi oqlangan. Yerga mehr bersa, yer ham sendan saxovatini ayamaydi degan naqlni mana ko'ryapmiz-da. Yer zar, dehqon zargar deydi. Zargarlarimiz bor bo'lishsin. Har yili bu bog'dan tonnalab nok terib olinadi. Ushbu hosil mahalliy bozorlarda sotiladi. Ba'zilari qayta ishlash sexlariga yuboriladi. Ayrim qismi esa eksportga chiqariladi. Bunday insonlar sabab yurtimizda dehqonchilik, bog'dorchilik yanada rivojlanmoqda. Ularning mehnati nafaqat iqtisodiy foyda, balki tabiatni asrash, kelajak avlodga toza muhit qoldirishga ham xizmat qilmoqda. Bulung'ur ulug' nom, ulug' zamin. Quyosh yorqin nur sochar sahar. Kim kelsa mehmon ko'ngil bag'rida mehrli dasturxon xush niyati bor. Bulung'ur tomonlarda ana shunaqa gaplar. Ko'rganlarimiz ertak emas. Bugun tumanning eng chekka hududlarida ham inson farovonligi yo'lida olib borilayotgan islohotlar samarasini ko'rdik va buni sizga ham ulashdik. Keyingi manzilimiz aynan siz tomonlardan bo'lishi mumkin. Omonlikda ko'rishguncha.